Gultoji xo'rozning yaprog'i nihoyatda burishtiruvchi bo'lganligi sababli jarohat va yaralarni bitqazadi. O'simlikni ezib, teriga surilsa, qoraqo'tir, ya'ni parshani, teri qichishini, issiq shishlar va so'gallarni davolaydi. Quyultirilgan shirasi og'izdagi eskirgan yaralar va og'iz og'rig'iga eng yaxshi doridir. Gultoji xo'roz o'simligining oftobda quyultirilgan sharbatini gul yog'i bilan surilsa, issiqdan bo'lgan bosh og'rig'ini davolaydi. Xalq tabobatida gultoji xo'roz surgi sifatida, yangi o'ti qon to'xtatuvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'tning suvli tindirmasi qon tupurish, bavosilda, ya'ni gemoroyda, hayz ko'p qon ketishlarda tavsiya etiladi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, gultoji xo'rozning mijozi ikkinchi darajada sovuq va ho'l. Yeganda organizmda issiqlikni quvadi, tanani namlaydi, ichni yumshatadi, yaxshi suyuqlik hosil qiladi, qondagi issiqlik va kuyishishni tinchlantiradi. Issiqda va issiq mijozlar uchun foydali. Ammo yeganda hazmi qiyin bo'lib, sovuq mijozlarga zarar qiladi, jinsiy quvvatni pasaytiradi. Bunday hollarda issiq mijozli narsalar, zanjabil, murch va boshqalar iste'mol qilinishi lozim. Qadimgi Indoneziya, Hindiston, Afrika, ayniqsa Nigeriya va Shimoliy Amerikada yangi barg va novdalari ovqatga ishlatilgan. Gultoji xo'roz urug'ining mijozi sovuq va quruq. Yeganda issiqdan bo'lgan kasalliklarni davolaydi. Urug'ining yanchilgan kukuni yuza qo'llanilganda issiq shishlarni eritadi. Urug'lari gijjani tushiradi, qon kasalliklari, oshqozon va og'iz yarasini tuzatuvchi, ko'z nurini yaxshilovchi sifatida qo'llaniladi. Urug'lardan un, kraxmal olinadi. Urug'lari oqsilga boy. Gultoji xo'roz urug'idan qimmatli yog' olinadi. Ilmiy tekshirishlarda urug'ining yog'i antioksidant, gipolipidemik, antisklerotik, yallig'lanishga qarshi, shuningdek, terini namlatuvchi, antiseptik va taranglashtiruvchi ta'sirga ega. Shu sababli mashhur kosmetologiya sanoatida quruq va muammoli yuzlarni parvarishida qo'llaniladi. Gultoji xo'roz urug'ining yog'i o'ta kuchli antioksidant bo'lib, vitamin E ga nisbatan 40-50 baravar kuchli ta'sirga ega. Gultoji xo'roz urug'laridan olinadigan yog' teridagi ekzemalar, psoriazlar va trofik yaralarni ichiga qabul qilganda har qanday ichki yaralar va jarohatlarni davolaydi. Radio va kimyoterapiyadan keyingi asoratlarni tez tiklaydi.